Hammaga salom. Hammaga salom. Bugun yana sizlar bilan kibr kubogim. Biz hozir chust o'rnatishni o'rganamiz. Qani ketdik. Chust kerak menga. Hozir endi biz mana shu yerda chust olamiz. Sezuvchilikka kirasizlar. Men hozir bundan chiqaman. Telegramga kiraman. Telegramdan chust olamiz. Mana Telegramga kirib oldik. Mana chustga kiramiz. Mana shu yerda o'zingiz xohlagan chustni olasiz demoqchi edim. Chiqib ketib qoldi. Mana bunga kiramiz. O'zingizga xohlagan chustni olasiz. Men o'zim bu yerda emas ekan. Hozir o'sha yerda bo'lish kerak edi. Hozir men sizlarga topaman. Sizlar uchun chust topaman men sizlarga. Qani chusti bor edi-ku bularni. Yo'q, hech nima. Balki kechirim so'raganingdan orlanayotgandirsan. Qanaqa kechirim? Qizni poyiga yiqilib kechirim so'rabsan-ku. Qaysi qizni? Aka, shu odamning hurmati qolmadi-da. Hayotni aytyapman. Bu haqda sira gapirma. To'g'ri. Seni o'rningda men ham shunday derdim. Bo'lgan ish bo'ldi, nachor. Kardinal bobog'im bizga chust kerak. Chust. Bu olam shumul hodisa. Lekin yoqdi. Seni ogohlantirgandim. Shunday emasmi? U qiz aybsiz edi. Pastga gapirma. U kimdan aybsiz? Balki yana bomba bordir. Charchamayman. Mana bunga kirdik, lekin bunda chustlar yo'q-ku. Aka, o'zi nima bo'ldi? Nimalar qilib Sektoriki bizga kerak yo'q. Bizga flexi chust kerak. Bunisi tushunarli. Ammo kiyimingga nima bo'ldi? Fati xola, yig'ilish yaxtada o'tdi degandim-ku. Tasodifan suvga tushib ketganimda Murodbek, ya'ni boshlig'im menga o'z kiyimini berdi. Juda e'tiborli ekan. Nega qaraysiz? Bizlar sirda odamlar yo'ldagi cho'pni bir-biridan ayab o'tiradi-ku. Mana bizga mana shu chust kerak. Arash ishbilarmonlar. Mana. Voy, uyat. Bu yerda hamma chusti bor. Bu kimning chusti? Mana. Nega kulyapsan? Bizga hozir flex chust kerak. Siz juda yoqimtoysiz. Fati xola, va'da beraman, boshqa kech qolmayman. Iltimos shu safar oyimga aytmang, xo'pmi? Bilmadim. Fayozovnikini olamizdan bolalar. O'ylay. Hamma kuyovlaringizni qo'ldan chiqargansiz. Fayozovnikini oldik mana. Buni nima aloqasi bor? Pobga kiramiz. Nega qo'ldan chiqargan? Ular meni qo'ldan chiqarishdi. Bunday so'ldim. Tentak odamlar ular. Voy. Chust qidirib ketib qoldi de. Mana chust oldik. Biz sizlar bilan chust oldik. Hozir endi chust o'rnatamiz va tamom. Ish tayyor.
Telegramga mana shunaqa chust deb yozsangiz chiqib keladi. Men yaqinda yangi 63 telefon olaman, shuning uchun bu oddiy kerak emas akkauntda sizlarga abzor anaqa chustlarni o'ynash, chust o'rnatishni o'rgatyapman. Mr. Bombastic, bomba fantasta. Sezuvchilar ekraniz. Hozir chustlik. Mana nima bo'ladi? Shunday qilamiz hozir bitta. Telegramga qaytadan kiramiz. Filozofikni screenshot. Filozofik chustni nega menga qo'yilmayapti? Flexikni ham qo'ydim, senatorlikni ham qo'ydim. Nega qo'yilmayapti? Filozofikni bitta olaylik chiqargan. Bo'lay. Juda ko'p ammo endi ko'ramiz. Mana bu. Yürüyeceğim çok koyuşmuşlar. Mana bu o'zim chustim ekan. Lekin menga o'zim chustim keragi yo'q. Shuning uchun men mana bu chustim. Bu meni chustimi yoki Filozofikmi? Lekin men o'zim chustimga o'zim bo'laman. Menga bunaqa chust keragi yo'q. Bunda men sizlarga o'zimni chustimni o'rnatib
2 barmoq telefon raqami. Mana xullas sizlar bilan shunday ishlar qildik. Hammaga xayr.